Assalomu alaykum hurmatli kurash muxlislari. Bu yil kattalar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati bahslari Janubiy Koreyada bo'lib o'tdi. Ana shu bellashuvlardan reportajlar e'tiboringizga havola etiladi. Demak, kattalar o'rtasidagi qit'a chempionati. 20 dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etgan qit'a chempionatida eng katta tarkibda O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham bor edi. 70 kilogramm og'irlik bo'lsa, bizda bu Shohista Nazarova. Shohista Nazarova yashil kiyimda Doniya Og'oyi Erondan. Raqib ko'k kiyimda va Nurana Hazretova Turkmaniston, Muhammad Li Vyetnamdan bular yarim final deb o'yladi. Boy berib 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Shohista katta tajribali sportchi. O'z vaznida eng peshqadamlardan. Yoshligidan boshlab kurash turi bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Va uning mana bu harakati endi sof g'alaba uchun yetarli bo'ladi. Nazarova 38 soniya. Shohista Nazarova g'alaba qozondi va Osiyo chempionligini qo'lga kirityapti. Doniya Og'oyi Eron Islom Respublikasidan kumush medal